Assalomu alaykum aka. Xudo 3 kilovatlik apparatimiz. Komplekt setkalari ichida ikkita donga, ikkita hashakka, bitta ligirovka alohida. Hop, donni hisob qo'yilgan bachoy qoppog'i mana. Hop. To'p ko'rsatib turgan datchigi. Motor 3 kilovat. Ishlab turibdi. Xohlasa bu ham aka sizga chiqib ketaveradi. Mana. Hali umuman vibratsiyasi yo'q, silliq. Bu apparatlarimizni xohlasa G'ijduvonda akalarimiz jo'natyapmiz. 150 kilolik meshalka, 3 kilovat, 3 megabarodlik universal drabilka. Bu ham yangilangan variantida ketyapti hozir. Mana bunaqa bolga bas. Mana bunaqa qisirg'ichlarda mabodo pichoqlarni ochib remont qilishga to'g'ri kelib qolsa ham bemalol yanchadigan yozuvlari ham bor. Xohlasa mashinaga kelishdi. Kamizga ko'ramiz. Beton meshalkalashib bityapti. Xohlasa. Yaxshi ko'rasizlarmi? Oldingi ko'chalar. Ha, ko'chalar ko'targanman. Hamma ko'targanman.